odamlar ustalarni ishlatganda esinglardamisizlar ham obedini, zavtrakini, kerak bo'lsa kechgacha ishlab qolsa ujinini qilib berardi. Shu holat mana hozir esimga tushdi. Hozir bitta video qo'yib beraman sizlarga. O'zimizning obyektda biz endi kafil teramiz. Oddiygina bitta kichkinagina sanuzel. Bitta dona sanuzelni teryapmiz. Uy egalari asli baraka topinglar, zo'r deb motivatsiya-da bu. Ujinga qozon ko'p qilishgan ekan o'zigisi. Anchadan bir bunaqa holat takrorlanmayapti-da. Chunki men shogirdlik paytlarim esimda-da. Ani polma choylar berishardi. Choylar qilib soat 4-5larda tarvuzda kesib, ani suvlarni muzlatib qo'yishardi, choylarni bor-ku, qora choylarni, achchiq-achchiq choylarni muzlatib qo'yishardi. Shu narsalar esimga tushib ketdi. Bizning oshqozonni yengillik, ya'ni uy egasi yengil bugun zo'r ishlaganimizga tako qozon ko'p. Voy. Gap yo'q lekin, gap yo'q. Shu biz ham yuborardik. Endi hozir biz navbat surib kelishdamiz-ku. Tushunamiz? Qanaqa obed qilaradi? Hammani o'zining ishi bor, obed ko'tarib yurmaydi-ku. Odam o'zining uyida yashaydiganlar alhamdulillah shu paytgacha bor. Obedlarni cho'tki qilib berishadi. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Joyinglar sog' bo'lsin. Bir yoshingni eslamaymiz ama. Ustakalarga bu videoni jo'natib qo'yinglar. Storiesga qo'yib yuboradigan joylarga mana.